ertalabgacha bo'ladi. Bugun to'y ertalabgacha bo'ladi, qadrdonlar. Men seni ko'ryapman. Ishida orqasidan shu neta ovozni eshitilyapti. Qal uyalinglar, qal nima qilyapsizlar sizlar? Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Polisi Bagmen. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Video boshlanmasidan oldin sirazi kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolardim, chunki bugungi videomiz sizlarni miyanglarni prosta portlatib yuboradi. Sezgan bo'lsanglar, ovozimga ozgina o'zgartirish bor, ya'ni hozir men grippman. No, shunday bo'lsa ham sizlarga kontent tayyorlayotganimdan juda ham xursandman. Sizlar shuncha mehnatimizni qadrlab, like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Ya'ni biz yangi yilgacha 20 mingta подписчик yig'ishimiz kerak. Shunga o'z hissanglarni qo'shsanglar juda ham xursand bo'lardim. Bilasizlar, videomizni shunchaki tomosha qilib 60 yuz yutib olsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib desanglar, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada kirib 5 ta komment yozib va orqasiga IDlarni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videoda randomli bitta odamni aniqlab, Bratga 60 yuzini tashlab beramiz. Videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Foydali va sizlarga yangiliklarga boy video bo'ladi. Mana bu statistikaga qaranglar. 86% odam bizga umuman obuna bosmasdan kuzatar ekan. Bu juda ham achinarli holat. Videomizni shu joygacha ko'rib, haligacha obuna va like bosmagan bo'lsanglar, tezroq pastga tushib, obuna va like tugmasini bosib qo'ysanglar, bizga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Yaxshiroq joylashib olinglar. Unda biz bug va life hack videolarga o'tamiz. Qani ketdik. Bilasizlar, yaqinda PUBG Mobile Sonic bilan hamkorlik qildi. Undan keyin Sonicning skinlari va bagiga mana shunaqa skin qo'shildi. Xo'sh, qo'shilgandan keyin juda ham trendga chiqib ketdi. Bagini yoniga kelib, shunday kirib olsanglar bo'lar ekan. Juda ham qiziqarli va foydasi tegadigan bag. Qani ketdik, biz ham sinab ko'ramiz. Mana videoni sinab ko'rish uchun ovozni eshitinglarmi bolalar? Mana bu yerdan qanaqadir ovozi kelyapti. Tek ochib ko'raylik, ichida nima bor. Qani, voy. Viktor bilan ikkita personaj voy. Viktor doktorda xalatida, men bu negerlar, xalaqit bermaylik, kino olishyapti shekilli. Biz sinab ko'rib, voy, bular ham chiqib keldi. Bularga xalaqit berdi shekilli. Xo'sh, videoda ko'rsatilgan edi, yotasizlar va ozgina surasizlar. Ancha kirib ketar ekan bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Teksturasining ichiga ancha bor ekan. Bular ham qilib ko'ryapsizlarmi? Bularda ham o'xshayapti. Buni to'g'rilaydimi, yo'qmi? Kiyimni ham bitta olib ko'ramiz. Kiyimni yechib, qani sinab ko'ramiz. O'sha kiyimni yechib tashlaymiz va yotamiz va teksturaning ichiga ko'ryapsizlarmi bolalar? Buni ancha foydasi tegadi, ya'ni reytinglik o'ynasanglar, u ko'tarmikan. Reytingli o'ynasanglar, ya'ni ultimate, klassik reytingli mana shunaqa o'yinlarga juda ham as qotadigan bag ekan. Ko'ryapsizlar, o'q ham o'tmas ekan. Taji odam yotsa, odam ko'rsanglar, o'q o'tmas ekan. Birinchi bag videomiz bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshaydi. Bitta minus tomoni bu bagda, hammada ham bu skin yo'q, ya'ni donat qilib olishinglar kerak bu skinni. Keyingi videoga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi bag videomizga o'tadigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin. Bagning orqasiga o'tirasiz va glazokni orqaga surib, oldiga o'tirib va tushishni bossanglar, mana shunaqa bag bo'lib qolar ekan. Juda ham bomba, foydasi tegadigan bag. Qani ketdik, biz ham hozir sinab ko'ramiz. Let's go. Mana bolalar, shu videoni sinab ko'rish uchun bagini topdim va Erangilga tushib oldim. Xo'sh, bu bagda klandagi bolalar aytishi bo'yicha bu bag chiqqaniga ancha bo'lgan ekan. Men yaqinda ko'rib qoldim YouTubedan. Xo'sh, ko'rishinglar mumkin, glazokni orqaga surasizlar va oldiga o'tirishni bosib, tushishni bossanglar, ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa bag bo'lib qolar ekan. Va yaxshi esinglarda bo'lsa, где-то 1-2 oy avval bunaqani boshqachasini qilib ko'rgandik. Boshqacha bag orqali shunaqa kamera bag bo'lib qolardi. Bunda hozir bagi bilan shunaqa qilib olsanglar bo'lar ekan. Men buni где-то bir 5 martala sinab ko'rdim. 5alasida ham bizada 100% o'xshadi. Umuman o'xshamay qolmaydigan bag emas ekan. Ko'rdinglar? Bu bagda sizlar bilardinglarmi yoki bilmasmidinglar? Mana glazok yana joyiga qaytib. Bu bagda bilardinglarmi yoki bilmasmidinglar? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizada bu bag o'xshadi. Endi keyingi videoga o'tamiz. Qani ketdik. Esinglarda bo'lsa, o'tgan videomizning kommentida 60 yuzi qo'yilgan edi. Hozir o'sha 60 yuzining g'olibini aniqlaymiz. O'tgan videomiz kommentini randomli saytga tashlab olamiz. Kommentning silkasini. Xo'sh, birinchi komment aniqlab berdi, lekin ID yo'q, afsuski.
bunda ham ID yo'q. Yana bir bor iltimos qilib qolaman bolalar, IDlarni yozib qoldiringlar komment. Va mana ko'rishinglar mumkin ID yozib qoldirgan ekanlar. Buni hozir skrinshot qilamiz va tepada ko'rishinglar mumkin mana shu ID ga UC tushgan chekini ham qo'yib qo'yaman. Buni ko'rishinglar mumkin UC tushdi. Sizlar ham komment yozish orqali bemalol 60 UC yutib olsanglar bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, videoni boshida sizlarda yangiligim bor degan edim. Xo'sh, Telegram kanalimizga o'tsanglar, Telegram kanalimizda juda ko'p yangiliklardan bexabar qolib ketmaysizlar. Xo'sh, ko'rishinglar mumkin Telegram kanalimizning silkasi kommentda yoki opsiyanada bo'ladi. Telegram kanalimizda har bitta videomiz chiqishi munosabati bilan o'sha kuni 260 o'ynaveramiz. Juda ham tez tugaydi. Ya'ni 100 tagina odam qatnashgandan keyin bot o'zi avtomatik ikkita odamni aniqlab beradi. Qatnashish uchun atiga 2 dona kanalga obuna bo'lasizlar. Bittasi o'zimiz kanalimiz, bittasi servis kanal. Bilasizlar, arzon ishonchli 100 kerak bo'lsa bizdan olaverasizlar. Pastdagi qatnash tugmasini bossanglar, bot o'zi mana shunaqa qatnashdingiz deb chiqarib beradi. Hammaga omad, tezroq o'tib ulgurib qatnashib qo'ysanglar, kechgacha ikkita odamni aniqlab beradi. Hammaga omad. 3-bag videomiz ham juda ham bomba bag ko'rishinglar mumkin. Sheriginglar bilan o'rtani ochadiganni birga bossanglar, lutlar ko'proq chiqar ekan. Qani ket, sinab ko'ramiz. Mana bolalar, hozir eventga tushib olganmiz. Eventni tozaladik hozir sherigim bilan. Sinab ko'ramiz. Xo'sh, birga bosishimiz voy, servisga uje bolalar yozyapti, to'lov. Mana birga bosdik bir xil. Hozir ko'ramiz lutlardan qani o'xshaydimi yo'qmi? O'xshasa vash prem bomba bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, ochildi. Nu bilmadim, hozir ko'raychi. Xo'sh, Groza bor. Avem va mana o'xshadi, ko'ryapsizlarmi? Hozir bir kishi ochganida faqat va mana Groza MG ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda Groza bilan MG, bu yoqda Amer bilan Avem bor. Yo'q, bilaman, bu qaranglar bolalar. O'zini ko'taradiganni. Xo'sh, ikkita mana qaranglar. Qaranglar, ikkita 4 ta 6 ta 7 ta sherigim bittasini oldi, 8 ta o'zini ko'taradigan chiqdi. Nu ko'rishinglar mumkin, bundan bilsa bo'ladi. Bu bag, mana aytdim-ku bola, o'sha servisga, tushunishinglar uchun bola 100 servisga o'zim qarayman, o'shancha hozir bola to'lov qilib yozishapti. Bizada o'xshadi, prям bomba. Sizlar ham sinab ko'ringlar. O'xshaydigan bag ekan, juda ham trendga chiqib ketgandi. Sinab mana sizlarga o'xshatib berdim. Sizlar ham sinaylar, sizlarga foydasi tegadi, lut ko'proq beradi. Endi hozir sizlar keyingi videoga o'tasizlar, ammo 100 servisga qarayman, ketdik. 4-bag videomizga o'tadigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin, Erangelda mana shunaqa quvur bor. Velosiped orqali quvurning ichiga kirib olsa bo'lar ekan. Xo'sh, velosipedga o'tirdi va quvurning ichiga kirib oldi. Juda ham qiziqarli, ketib sinab ko'ramiz. Sizlarga tushunishinglar uchun bolalar, men hozir bundan oldin million marta sinab ko'rdim, xato qilayotganimni tushundim. Xo'sh, qanaqa qilasizlar? Velosiped olib kelasizlar, quvurni eshigini oldida sal orqaroq tiraysizlar. Mana bunaqa velosipedda. Xo'sh, yaxshilab o'rganib olinglar. Men bilib qoldim qanaqa qilishdi. Xo'sh, orqaroq olib kelasizlar. Videodagidek qilishinglar shart emas ekan. Qaranglar. Orqaroq olib kelasizlar va o'tirasizlar. Mana, ko'ryapsizlarmi? Yaxshilab yana gapirib tushuntirib beraman. Velosipedni mana shunaqa panjarani oldiga juda ham yaqin qo'yasizlar va orqaroq qo'yasizlar. Orqasiga o'tirasizlar. O'tirgandan keyin sirasi tushdi bosib, oldiga o'tirishni bossanglar, mana shunaqa kirib qolar ekan. Bilmadim, bu yoqdan qanaqa qilib chiqib ketaman. Hozir sumkadan velosipedni qo'yib chiqib ketsa bo'lardi boyagi videoda. Buni ham qilib ko'ramiz, qani chiqib ketadimi yo'qmi. Katta ehtimol bilan bunaqa tor joyga velosipedni qo'yib bo'lmasa kerak, chunki oldingi baglarda shunaqa bo'lardi. Hozir videoda qo'ygandi velosipedni ko'ramiz. O'xshadi, lekin bitta tomoni bor, buni foydasini bilmadim. Bu bagni biz o'xshatdik. Hozirgacha 4 ta bagni sinagan bo'lsak, 4 talasi ham bag edi. 4 talasini ham o'xshatib berdim. Aslar shuncha mehnatimizni qadrlab, mana ko'ryapsizlarmi bola? Velosiped yo'q, qo'yib bo'lmaydi. Sizlar shuncha mehnatimizni qadrlab, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Endi biz qanaqa qilib chiqib ketishni sizlarga juda ham oson yo'lini o'rgataman hozir. Xo'sh, shunday turasizlar va dastur ekan bosib chiqib ketasizlar. Все. Endi keyingi videomizga o'tamiz. Sizlarga eng omadli va arzon yuzi kerakmi? Bizning servisimizda o'tib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Eng muhimi ishonchli. 5-videomizga o'tadigan bo'lsak, Instagramda ko'rib qoldim shu videoni. Keyslarga kirdi. Beb, Godzilla mana shunaqa setlar qaytgan ekan. Prosta hozir qani kirib ko'ramiz, bizga ham o'xshaydimi yo'qmi. Xo'sh, mana chiqib oldik. Hozir keyslarga kiramiz qani.
keslani bitta bosamiz. Qayerda qo'shilganda bu nima? Bu premium kes ekan. Tushunishlar uchun bolalar, men PUBG ga donat qilmaganim klassik kes. Mana shu kes edi qani? Yo'q. Chipuxa bir gavno narsalar turibdi buni kes ichida. Tushunishlar uchun PUBG ga donat qilmaganim ancha bo'lib ketgan. Prosta yaqinda RP ga donat qildim. RP ni olib qo'yganman, yaqinda RP ketadi. Daji RP ni 100 ham qila olmadim. Shunday ekan, uncha donat qilishga qiziqmaylar. Undan ko'ra o'sha donat qilmoqchi pulinglarga normalniy akkaunt beradi. Xo'sh, mana bola ko'rdinglar, bugungi videomizda asosiy 4 ta baglarni sinab ko'rdik. 4 talasini ham o'xshatdik. Shuncha mehnatimizni qadrlab, like bosib va obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin yana bitta narsa bola, Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar. Bugun 2 ta 60 usulli konkurs bo'lyapti. Tezroq qatnashib 100 ta odam qatnashsa 2 ta odamni aniqlab, 2 ta odamga 60 usulni tashlab beramiz. Aytgancha bola, bir seti, ya'ni Force Family klanimiz to'lgan. To'lgandan keyin ham juda ham ko'p odam so'radi, klanga joy bormi deb. Xudo xolasa yana 2 ta klan ochish niyatimiz bor. Bittasi qizlarga. Mana shu videoni qizlar ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentda qo'linglarni ko'tarib qo'yinglar. Yana bittasi o'g'il bolalarga. Videomizni shu joyigacha o'tkazmasdan obuna va like bosib ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan har doimgidek Policy Bagman bo'ldi. Hammaga xayr va hammaga rahmat.